Assalomu alaykum, hombilistga kira olyapsizlarmi charchamasdan. Xo'p, batda biz xudo xolasa xombon qilyapmiz, dush kabina deyishadi-yu, o'ta narsa qilyapmiz. Buni tashamalar tashadik, bunaqa qilib qo'ydik, zaska qildik. Bularni video qilmabmiz, hayolim ko'tarilib qolibdi. Xo'p, endi xudo xolasa bu karkasini to'qiyapmiz. Karkas bitgandan bitta sizlarga bitta syomka qilib beramiz, xudo xolasa. Uning uchun bizni qo'llab-quvvatlab, podpiska, obuna, layklar gumbillatib, tanish bilishlarni tarqatib, Telegram gruppalarga tarqatib qo'yinglar. Xudo xolasa, chiroyli qilib bitiraveramiz. Xizmatlar bo'lsa aytaverasiz, shu nomer bizniki. Biz o'zimiz qilamiz, birovni solmaymiz, o'zimiz qilib qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xo'p, mana shunday qilib hozir ko'ryapsizlar. Ramkasini to'qib bo'ldik. Chiroyli qilib tepasini devorini pataloyini qilib mana bunday qilib qo'yamiz. Bunday qo'yib turib ko'rasizlar mana. Deyarli shaytonda. Bag'ini ko'ramiz. Buni ko'rib o'zini baho berasizlar mana. Shaytonda xudo xolasa ko'nglingizni qilib chiqyapti. Mana ko'raverasizlar. Chotki xudo xolasa mana. Qaysi joy xudo xolasa. Xo'p, bizni qo'llab-quvvatlab turinglar, obuna bo'lib, podpiska bo'linglar. Xo'p, mana shu xombonimiz davom etyapti. Xudo xolasa eshiklarni o'rnatdik, chiroyli qilib. Tepa pataloylar bo'ldi, bu devori ham bo'ldi. Xudo xolasa lapishkani paralashga qilib bir chekkaroqqa o'rnatdik. Mana qilib bityapti. Xudo xolasa ertaga bitirsangiz sizlarga asosiy qilib video qilib beramiz. Bizni qo'llab-quvvatlashdan charchamaylar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.